Ana fesni eslab qol. Bundan keyin yo'limdan chiqsang bacha, urib bachag'ingni chiqaraman, tushundingmi? Urib bachag'ingni chiqaraman. Yigitim anga yordamchi etib bering. Tarbiyasida ozgina ishi bor ekan. Hey! O'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Ya, chuvalchang. Sen yana meni yo'limdan chiqdingmi? Ha? Ko'zing ko'radimi? Mana menga qara. Ana fesni eslab qol, qaytib yo'limdan chiqma, tushundingmi? Qaytib ko'rmaysan. Ishdan qoldirasan meni. Tinglang, bu abadiy sado bo'ladi. Gadoning dushmani gado bo'ladi. İkisini bir-birini topishguncha to o'rtada bu dunyo ado bo'ladi. Yemasan joningdan chiqaman, qarab tur. Voy, belim mazasi qochibdi. Ey, eshitdingmi? Mana. Yangi prorab kelibdi. Mana qo'yat prorablik bo'limiz kim ekan? Bilmasan majlisga ayta ekanlar. Ha, ko'ramiz. Ish qilib aqlli, dono bir idrokli odam bo'lsin-da. Tanishinglar, bugundan boshlab qurilishimizni prorabi Probdoyi. Bilim qursin. Ko'zimga ko'rinma, yo'limdan chiqmading, men endi har kun yo'limdan chiqab bu. Ishdan ketmasam bo'ldi. Hammaga salom. Bugundan bir inoq jamoa bo'lib, bir oila bo'lib ishlaymiz deya umiddaman. Biz bu yerda uy qurmon o'timiz. Biz bu yerda minglab insonlarning kelajagini qurib tushunyapsizlarmi? Qolaversa kompaniyamiz tomonidan 100% to'lov qilib uy olgan kishiga bitta uy tekinga sovg'a qilib o'tibdilar. Balki siz olarsiz, balki men olarman. Qo'shni bo'lib yashaymiz. Shuning uchun o'zimiz uchun bira zakonni ishlashimiz kerak. Yashasin Modern House, yashasin Namozgoh City. Yashasin prorabimiz. Ey, sen prorab xonasiga chaqiribdi. Ertalabdanmi? Boraman o'zi. Borsang ham biror nima et, paxta qo'y. Mana qarang, bizdan avloddan paxta qo'yadigan hech kim bo'lmagan bo'lmaydi ham, tushundingizmi? Borimni boricha qabul qilsin. Yo'q hech qanaqa paxta. Mumkinmi? Sizga kofe olib keldim. Shokoladi bilan. Bu yana paxta emas, neta o'ylamang. Addushi, janob. Men sana janob emasman. Meni o'zimning otim bor. Turobdoyi. Tuyob deysizmi? Turobdoyi. Tuyob. Turobdoyi. Turob. Tuyob doyi. Tuyob. Maynavozchilik yig'ishtir. Bugundan boshlab sen meni yordamchimsan. O'ng qo'limsan, ko'zimsan. Qulog'imsan, oyog'imsan. Sizni o'zingizga ham birorta organ bo'lmaydi? Polni organingiz qilib tashlaysizmi meni? Maynavozchilik etma dedim. Ishi meni obyekt bilan tanishtirishdan boshlaysan. Turobdoyi tanishing, bu bizning Namozgoh City loyihamiz. Qurilishimizda mana shunday sifatli konstruksiya ishlatiladi Turobdoyi. Mana bu tashqi fasad, mana bu ichki podezlarning fasadi, mana basharamning fasadi. Yuring, ana liftni ko'ramiz. Qanday Turobdoyi, yoqdimi lift? Lifti zo'r. Lekin kamerasi bo'lsa-chi ish qilib bo'lmaydi. Umumiy maydoni 5 gektar bo'lgan joyda общий o'ndan oshiq blokni quramiz. 1000 dan oshiq xonadon yashaydi. Ana bitta blogimiz o'shib bitgan. Turobdoyi tanishing, bu yer bizning sotuv ofisimiz. Ana o'tirgan odam kim? Bu kishi ana kecha bizlarni tanishtirgan boshliq bor-ku. O'sha kishining o'g'illari Jamshid Mahmudov. Nima ish etadi u? Bu kishi ishga kelgandan beri zo'r narsalarni joriy qilganlar. Misol 70 oyga foizlarsiz, boshlang'ich to'lovsiz uy xarid qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari bu kishining Instagramlariga obuna bo'lsangiz hozir ikkita podpishchiklariga ikkita remont qilingan uyni berib yuboribdilar. Qarang. Donu. Dan Salomjon, Jamshidjon, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Kofe ichmaysizmi? Yonida shokoladi bilan.